Mana bugun 17-iyun kuni va nihoyat 6 oydan beri harakat qiladigan natijamiz keldi. Ko'ramiz bismillah. Mana Express pochta orqali, Emo Express pochta orqali kargo kelgan. Buni olamiz. Yerga qaytish kerak ekan. Qaramiz. Dogovor to'lov qilingan nimalar. Necha oldik? Berdimni Latviya vizasi. Ozodjon Shotemirov deb telefon raqamlari yozilgan. Mana Viza Center Latviya. Pechatlangan hamma tomoni. Yaxshi ko'ramiz. Pechat turgan bo'lsa, viza chiqadi. Ochdik. Tomonda ekan. Taram! Viza keldi. O'qiymiz buni. Taranamdam. Shunaqa gaplar. 6 oydan beri kutgan baxtlarimiz hammaga nasib qilsin.